هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Neba'a tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Neba'a suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Neba Mekke'de nazil bo'lgan 44 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Müşrikler özara nimi to'g'riliq so'rashidi? Ular cho'ng bir xabar, ya'ni qiyomat to'g'riliq so'rashidi. Ular shu, ya'ni qiyomat to'g'risida ixtilof qilishqichilardir. Hergiz undaq emas. Ya'ni qiyomat ularning o'ylig'inidek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. Hergiz undaq emas. Ular beshiga kelgan azobni kelgusida biladi. Qiyomatning bo'lishini inkor qilgan kofirlarga raddiya berish to'g'risida. Allah Teala qiyomatning bo'lishini inkor qilib, qiyomat haqida o'zaro savol so'rashgan mushriklarni ayblab mundaq deydi. Mushriklar o'zaro nima to'g'riliq so'rashidi? Ular cho'ng bir xabar, ya'ni qiyomat to'g'riliq so'rashidi. Ular qaysi ish haqida so'rashidi? Ular odamni qattiq cho'chitib, gangirtib qo'ydigan qo'rqinchli xabar bo'lgan qiyomatning ishi haqida o'zaro savol so'rashidi. Ular shu, ya'ni qiyomat to'g'risida ixtilof qilishqichilardir. Ya'ni kishilar qiyomatga ishonganlar va ishonmaganlar bo'lib ikki qismga bo'lingandir. Ondan Alloh taolo qiyomatni inkor qiluvchilarga tahdid silib bundaq deydi. Hergiz undaq emas. Ya'ni qiyomat ularning o'ylig'inidek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. Hergiz undaq emas. Ular beshiga kelgan azobni kelgusida biladi. Mana bu nihoyat qattiq va kuchli tahdiddir. Zaminning ustida muqimlashishinglar va keng tuzlanliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun zaminni besat qilmadikmi? Zaminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Sizlarni ayol qilib yaratdik. Uyquni sizlarning badaninglar uchun rohat qildik. Kechini libos qildik. Kunduzni sizlar uchun terikchilik qiladigan vaqt qildik. Ustinglarda mustahkam 7 osmonni bino qildik. Sizlar uchun yenib turgan chiroqni, ya'ni kunni yaratdik. Ochliqlarni, o't cho'plarni, daraxtlar qo'yuq bog'chilarni o'stirish uchun bulutlardan mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Allah Teala'nın məxluqatlarını ölgəndən keyin terildirələydiğən qudretinin bağlılığını ispatlaydiğən bayanlar doğrusida. Allah Teala qiyomat günü qayt terildirish bo'lamdi yoki uningdan boshqa ish bo'lamdi? O'zining xolig'ini qilishga qudratining borlig'ini isbotlab berdigan, dunyodagi ajoyib g'aroyib narsalarni yaratgan katta qudratini bayon qilishga boshlab mundaq dedi. Zaminning ustida muqimlashishinglar va keng tuzlanliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun zaminni besat qilmadikmi? Ya'ni
zimin kishilarga ularning teriqchilik qilishi uchun yeyilib, bo'ysundirilib va mahkam qilinib berilgandir. Ziminning tavrab ketmaslik uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Ya'ni Alloh taolo zimin o'z ustidagi odamlarni tavritib etmasin deb tog'larni ziminni mahkam tutib turadigan qo'ziq qildi. Sizlarni ayol qilib yaratdik. Ya'ni bir-biridan manfaatlanib avlod qoldirish uchun Alloh taolo odamlarni va ayol qilib yaratdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ayollar bilan unsi ilfat ilishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi aranglarda, ya'ni xotin arasida mehri muhabbat o'rnatganligi Allohning kamal qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Uyquni sizlarning badaninglar uchun rohat qildik. Ya'ni kunduzlardagi tirikchilik ishlaringlardagi ko'p izdenishinglardan va terishqanliqinglardan rohatlanishinglar uchun uyquni harakatni to'xtatuvchi narsa qildik. Bu vaqtdagi oyatlar Sura Furqonda bayon qilinib o'tildi. Kechini libos qildik. Ya'ni kecha o'zining tun qorong'usi bilan kishilarni qoplaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Qorong'uligi olamni qoplagan kechi bilan qasamki, qatada Alloh taoloning kechini libos qildik degan oyatining ma'nosi kechini jimjit qildik deganlik bo'ladi dedi. Kunduzni sizlar terikchilik qiladigan vaqt qildik. Ya'ni biz kishilarning kunduzda harakat qilishi, terikchilik, tijorat, kasb va bulardan boshqa ishlar bilan shug'ullanish uchun kunduzni parqarab, yo'riqliq tashlab turadigan qildik. Ustinglarda mustahkam 7 osmonni bino qildik. Ya'ni ustinglarda kengri, egiz, mustahkam, puxta, mangmay jim to'g'ichi va mang'uchi yulduzlar bilan bezalgan 7 osmonni qildik. Sizlar uchun yenib turgan chiroqni, ya'ni kunni yaratdik. Ya'ni hamma olamlarni yoritadigan va nuri yer yuzidagi barliq kishilarga yetib turadigan quyoshni yaratdik. Ochliqlarni, o't-cho'plarni, daraxtları qo'yiq bog'chilarni o'stirish uchun bulutlardan mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Barro u bulutlardan yomg'ir tomchigan, lekin yomg'ir texi degandek yig'ib bo'lolmagan bulutlar ko'z tutildi dedi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi. Alloh shamollarni avatib bulutni qo'zg'aydi. Ondan uni osmonda xolig'ini bo'yicha taqtidi. Gahi uni tarqaq parchalarga bo'ldi. Shuning bilan yomg'irning bulutning orasidan tushayotganligini ko'rsan. Alloh taolaning bulutlardan yomg'irlarni yog'dirishi insonlar va hayvonlarning yeyishi uchun saqlanadigan ochliqlarni o'l holatida yigili bo'ladigan o't cho'plarni va bir tuproqda turib rangi, ta'mi va puruqi bir-biriga o'xshamaydigan xilma-xil mevalik qo'yiq bog'larni o'stirish uchundir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Ochliqlarni, o't cho'plarni, daraxtlarni, qo'yiq bog'chilarni o'stirish uchun bulutlardan mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi. Yer yuzida bir-biriga tutishang'u qit'alar bor va turli ziroatlar bor. Ko'p shoxliq bo'lgan va ko'p shoxliq bo'lmagan, bir urug'dan bir qancha tal unib chiqqan, bir urug'dan faqat bir tal unib chiqqan xorma daraxtlari bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'urildi.
Ularning ba'zisi ba'zisidan tamda ortiqdir. Bularda tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Qiyomat kuni haqiqatan mukofotlash va jazolash vaqtidir. U kuni sur chelinadi. Sizlar top-top bo'lib kelisizlar. Osmon echilib, nurg'un eshiklar paydo bo'ladi. Tog'lar harakatlantirilib, sarrobdek bo'lib qoladi. Ya'ni tog'lar to'zib, yiroqdan qarag'uchiga suvdek tuyuladi. Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turdi. Jahannam shubhisizki gunohkorlarning joyidir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ular jahannamning haroratini yenikiltadigan biror so'rinlikka va tashnolikni qondiradigan biror ichimlikka erisholmaydi. Ularning erishidigini faqat yuqori haroratli qaynoq suv va yiringlardan iborat bo'ladi. Bu ularga beriladigan muvofiq jazodir. Chunki ular qilmishlaridan hisob ilinishdan qo'rqmaydi. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. Har narsani to'liq xotirlab qo'yamiz. Ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobnilar ziyoda qilamiz. Qiyomat kuni va u kunda bo'ladigan ishlarning bayon to'g'risida Alloh taolo qiyomat kunidan xabar berib mundaq deydi. Qiyomat kuni bo'lsa, bo'lish vaqti ilgari keyin bo'lmaydigan ma'lum bir muddatdan keyin bo'ladi deb bekitilib qo'yilgan kundir. Uning qachon bo'ladiganligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. U kuni sur chelinadi. Sizlar top-top bo'lib kelisizlar. Mujahid bu oyatning ma'nosi guruh bo'lib kelisizlar deganlik bo'ladi dedi. Ibn Jarir har bir ummat o'zining payg'ambari bilan birga keladi deganlikdir dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutqin. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Buxoriy Alloh taolaning u kuni sur chelinadi. Sizlar top-top bo'lib kelisizlar degan oyatining tafsirida Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga chelinadigan ikki surning oraliqida 40 bor dedi. Sahobalar 40 kunmi dedi. Payg'ambar alayhisalom undaq emas dedi. Ular 40 oymi dedi. Payg'ambar alayhisalom undaq emas dedi. Ular 40 yilmi dedi. Payg'ambar alayhisalom undaq emas deb ondan Alloh taolo osmondan yomg'ir tushirdi. Shuning bilan o'liklar qabrlaridan xuddi o'tchib unib chiqqandek unib chiqadi. O'lgandan keyin insonning umurtqa so'nkidan boshqa hech narsa qolmay chirib ketadi. İnsanlar qiyomat kuni ashu umurtqa so'nkidan qayta qurashtiriladi dedi. La ilaha illalloh, la havla va la quvvata illa billah. Osmon echilib, nurg'un eshiklar paydo bo'ladi. Ya'ni farishtalarning tushishi uchun yo'llar paydo bo'ladi. Tog'lar harakatlantirilib, sarrobdek bo'lib qoladi. Ya'ni tog'lar to'zib, yiroqdan qarag'uchiga suvdek tuyuladi. Alloh taolo tog'larning harakatlanib turadiganligi, ya'ni cho'gilib turadiganligi va to'zib ketadiganligi haqida mundaq dedi. Tog'larni turg'un holatda gumon qilasan. Halbuki ular bulutdek cho'gilib turdi. Tog'lar etilgan yungdek bo'lib ketdi. Alloh taolo bu yerda mundaq dedi. Tog'lar harakatlantirilib, sarrobdek bo'lib qoladi. Ya'ni tog'lar to'zib, yiroqdan qarag'uchiga suvdek tuyuladi. Ya'ni qarag'uchiga
to'zitilgan tog'lar xuddi bir narsadek ko'rinadi. Lekin yaqin kelsa, ko'ringani hech narsa emasdir. Keyinchi texi ular hech qanday iznas qolmay butunlay yo'qolib ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi: ular sendan tog'lar to'g'riliq, ya'ni tog'ning oqibatining qandoq bo'ladiganligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, Rabbim ularni hukm talqon qilib, ondan shamolni avatib uni so'raydi. Ularni tuzlanlikka aylantirdi. U yerlarda ne cho'nqurlikni, ne egizlikni ko'rmaysan. U kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, tüp-tüz ko'rsan, ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turdi. Jahannam shubhisizki gunohkorlarning joyidir. Bu gunohkorlar bo'lsa, payg'ambarlarga qarshilik qilgan, ularga osiylik qilgan va haddidan oshgan kishilardir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ya'ni ular do'zaxda nihoyat uzoq vaqt turdi. Xolid ibn Ma'dan yuqoridagi shu oyat bilan Alloh taolaning ular do'zaxda Rabbing xohlagan zamongacha davomli turaverdi degan oyati o'zi musulmon, ammo gunohlari sababidan do'zaxga kirib qolgan musulmonlar haqida tushgan oyatlardir dedi. Shu ikki oyatning do'zaxga kirib qolgan musulmonlar haqida tushgan oyatlar ekanligini Ibn Jarir rivoyat qildi. Ibn Jarir yana Salimning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hasandan Alloh taolaning ular jahannamda uzoq muddat qoladi degan oyatning ma'nosi haqida so'ralganda, men Hasanning mening qarshimcha oyatdagi uzoq muddat degan so'zdan ma'lum bir muddat ko'z tutilmasdan, balki do'zaxda mangu qilish ko'z tutiladi. Lekin boshqa olimlar bo'lsa, uzoq muddat degan so'zdan har bir kunni sizlar sanayotgan 1000 yilga to'g'ri keladigan 70 yil ko'z tutiladi deb qaraydi deganligini anglagan edim. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Said Qatadaning bu oyatdan ma'lum bir muddat ko'z tutilmaydi. Chunki olimlar uzoq muddat degan so'zdan 80 yil ko'z tutiladi deb bayon qildi. Har bir muddat to'shqandan keyin, ya'ni har 80 yil to'shqandan keyin uning keynidan yana 80 yil keladi deganligini rivoyat qiladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Bu oyatning ma'nosi haqida Rabi ibn Anas u muddatning qancha yil ekanligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Chunki bizga bir muddatning 80 yil ekanligi bayon qilindi. Bir yil degan 360 kundir. Oxiratning har bir kuni sizlar sanayotgan 1000 yilga barobar keladi dedi. Yuqoridagi bu ikki rivoyat Ibn Jarirdan rivoyat qilindi. İzahat. Ya'ni olimlar oyatning tarjimasidagi uzoq muddat degan ma'noni ifodalab beradigan arabcha so'zning ma'nosi haqida ixtilof qilishib qoldi. Ba'zilar u so'zning ma'nosi 70 yil deganlikdir desa, ba'zilar 80 yil deganlikdir dedi. Oyatning aslidagi arabcha so'zi ko'plik shaklda bo'lib, nurg'unlagan muddatlar qoladi degan ma'noni bildirdi. Ammo oyat Uyg'urchaga tarjim qilinganda uzoq muddat qoladi deb tarjim qilingan. Shunga Rabi
bir muddat 80 yıl bolsa, bir yıl degen 360 gündür. Ahiretning har bir kuni sizlar sanayotgan 1000 yilga barobardir. Undaq bo'lgan ekan, nurg'unlagan muddatning qancha yil ekanligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi, dedi. Ular cehennemning haroratini yenikiltadigan birer so'rinlikka va tashnalikni qondiradigan birer ichimlikka erisholmaydi. Ya'ni ular cehennemde dillariga, ya'ni o'zlariga arom bergidek birer so'rinlikka va ussuzlikni qondirgudek birer ichimlikka erisholmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: ularning erishidigini faqat yuqori haroratli qaynoq suv va yiringdildan iborat bo'ladi. Abu Aliya Alloh taolo ular so'rinlikka erishishning o'rniga qaynoq suvga, ichimlikka erishishning o'rniga yiringga erishdi deb bayon qildi, dedi. Bu haqda Rabi'a Anasmu shundaq dedi. Rabi'a ibn Anasmu shundaq dedi. Ularning ichidigan qaynoq suvi bo'lsa, qiziqligi darajasi eng yuqori bo'lgan qaynoq suvdir. Yiring bo'lsa, davzaqtikilarning yiringlaridan, tarlaridan, yoshlaridan va jarohatlaridan eqib chiqqan yiringlardir. U yiringlar chidig'isiz sovuq va sesiqdir. Alloh taolo o'zining marhamati va karimi bilan bizlarni uningga yetib kelishdan saqlasin. Amin. Bu ularga berildigan muvofiq jazodir. Ya'ni ularga berildigan bu jazo ularning dunyoda qilgan yomon ishlari uchun berilgan muvofiq jazodir. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'ladiganligini Mujahid, Qatada va boshqalar bayon qildi. Chunki ular qilmishlaridan hisob ilinishdan qo'rqmaydi. Ya'ni ular o'zlarining oldida mukofotlanadigan yoki jazolanadigan va qilmishlaridan hisob ilinadigan bir o'rinning borligiga ishonmaydi. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. Ya'ni ular Alloh taolo payg'ambarlarga tushirgan Alloh taolaning maxluqotlari ustidagi hujjatlarini, dalil paketlarini inkor qildi. Ular bu hujjatlarga va dalil paketlarga ishonmaslik va tarsoqlik qilish bilan javob qaytardi. Har narsani to'liq xotirlab qo'yamiz. Ya'ni biz bandalarimizning hamma qilmishlarini bilamiz. Ular uchun xotirlab qo'yamiz. Ham jazonimi shuni qartab beramiz. Ya'ni qilmishlari yaxshi bo'lsa mukofot, yomon bo'lsa jazo beramiz. Ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. Ya'ni davzixiylarga sizlar bu azobni tetinglar. Sizlarga yana bu azobning o'zini va u azobga boshqa xildagi azoblarni qo'shib, texmi ko'paytib beramiz, deyildi. Qatada Abu Ayyub Azdidin Abdullah ibn Amrning Alloh taolo ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz degan oyatdan boshqa davzixiylarga eng ig'ir keladigan biror oyat tushirmadi. Bu oyatning mazmuniga asosan azob ularga davomli qo'shilib turdi deganligini rivoyat qildi. Shubhisizki taqvodorlar ne'matga erishadi. U ne'mat bog'lar, uzumlardir. Tang tush qizlardir. Sharob bilan to'ldirilgan jamlardir. Ular jannatda yolg'on so'z, behuda so'z anglamaydi. Ayni shular Rabbingning bergan mukofoti yetarlik atosidir.
taqvodorlar uchun cho'ng bir nijotlikning borligi to'g'risida. Alloh taolo yaxshi amal ibodatlarni qilish bilan baxtli kishilardan va ularga tayyorlagan izzat va doimiy bo'lgan ne'matlardan xabar berib mundaq dedi. Shubhisizki taqvodorlar ne'matga erishadi. İbn Abbas va Zahhak bu oyatning ma'nosi ko'ngli ichiladigan o'ringa erishadi deganlik bo'ladi dedi. Mujahid va Qatada ular ne'matga erishishi deganlikdan ularning devzaqdan qutulib qolganligi ko'z tutiladi dedi. To'g'risi İbn Abbaslarning so'zidir. Chunki Alloh taolo u oyatdan keyinla mundaq degan. U ne'mat bog'lar, xurmo va boshqa mevalardan bo'lgan bog'lar, üzümlərdir. Tangtush qizlardir, ya'ni tangtush hörlərdir. İbn Abbas, Mujahid va boshqalar ular qiz bo'lganligi uchun ko'ksillari sangilab qolmay, tik ko'tarilib turadigan hammasi tang yoshdagi qizlardir dedi. Hör qizlarga munosabatlik bayonlar sura Voqeada bayon qilinib o'tildi. Sharob bilan to'ldirilgan jamlardir. İbn Abbas bu oyatning ma'nosi arqa sharob bilan to'ldirilib turiladigan jamlardir deganlik bo'ladi dedi. Ekrima bu oyatning ma'nosi sharobi süp-süzük jamlardir deganlik bo'ladi dedi. Mujahid, Hasan, Qatada va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyatning ma'nosi sharob bilan to'ldirilgan jamlardir deganlik bo'ladi dedi. Ular cennette yolg'on söz, bihudu söz anglamaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi. Ular cennette o'zaro mey qachilangan jamlarni tutishidi. Mey ichish bilan ulardan bu dunyodagidek bihudu söz va gunoh sodir bo'lmaydi. Ya'ni cennette foydasiz, quruq, bihudu yolg'on gaplar va gunoh bo'ladigan ishlar bo'lmaydi. Cennet tinchlik o'rindir. U yerdagi hamma narsa kamchilik va yetarsizliklardan xolidir. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Ayni shular Rabbingning bergan mukofoti yetarlik atosidir. Ya'ni biz yuqorida deb o'tgan ne'matlar bo'lsa, Alloh taolo o'zining fazilati, shafqati, marhamati va rahmati bilan ularga bergan to'liq va yetarlik mukofotidir. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Rabbidir. Nihoyatda shafqatlikdir. U kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'la olmaydi. Jibril va farishtalar sap-sap bo'lib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahadining so'z qilishiga bo'lmaydi. Ana shu cho'qim bo'ladigan kundir. Kimiki iymon bilan, yaxshi amal bilan Rabbiga qaytadigan yo'lni tutishni xohlasa, tutsin. Biz sizlarni haqiqatan yuz berishi yaqin azobdan, ya'ni oxirat azobidan ogohlantirdik. U kunda kishi ilgari qilgan amallarini ko'rdi. Kafir, "Koshki men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-chu" deydi. Har qanday bir kishining, hatto farishtalarning Alloh taolaning oldida iznisiz so'z qilishga petinolmaydiganlik to'g'risida. Alloh taolo o'zining kattaligidan, buyukligidan, o'zining osmon, zamin va ulardagi ham ularning orasidagi barliq narsalarning Rabbi ekanligidan, shundaqla o'zining rahmati hamma narsani o'z ichiga olgan mehribon zot ekanligidan xabar berib mundaq dedi. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Rabbidir. Nihoyatda shafqatlidir. U kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'la olmaydi.
Yani Allah Teala icazet bermegiçe hiç kişi Allah Teala'ga söz içişe kadir emasdir. Bu vaqtda Allah Teala mundaq dedi. Allah'ın ruhsatisiz kimmu Allah'ın aldıda şefaat kıla alsın? Kıyamet günü bo'lganda her qandaq odam faqat Allah'tan icazet bo'lgandala so'zlaydi. Cibril ve periştiler sep bolup turup ketadigan kunda, yani kıyamette ularning orasida mehribon Allah'ın izniga erishgan ve to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahadining so'z qilishiga bo'lmaydi. İmam Buxoriyning bu vaqtda rivoyat qilgan hadisida mundaq deyilgan. U kunda faqat payg'ambarlarla gap qila oladi. Abu Salih ve Ekrime La ilahe illallah degan söz to'g'ri ve haq so'zlarning qatoridandir dedi. Ani shu cho'qim bo'ladigan kundir. Yani u kun shaksiz maydonga keladigan kundir. Kimiki iymon bilan, yaxshi amal bilan Rabbiga qaytadigan yo'lni tutishni xolasa tutsin. Yani kimiki Rabbiga yetadigan yo'l ve prinsipni tutishni xolasa tutsin. Qiyomat bo'lishining az qolganligi to'g'risida biz sizlarni haqiqatan yuz berishi yaqin azobdan, yani oxirat azobidan ogohlantirdik. Yani qiyomatning cho'qim bo'ladiganligidan ogohlantirdik. Qiyomatning cho'qim bo'ladiganligi uning yaqinlashayotganligini ko'rsatib berdi. Chunki kelgusida cho'qim bo'ladigan har qanday narsa kun sari yaqinlashib keladi. U kunda kishi ilgari qilgan amallarini ko'rdi. Yani insonlarga ularning qilgan amallarining mayli yaxshisi bo'lsin yoki yomoni bo'lsin, konisi bo'lsin yoki yengisi bo'lsin, hammasi ko'rsatildi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi. Ular qilgan etkenlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtirildi. Kafir, "Kashki men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-chu" deydi. Yani kafir u kunda Allah Teala'nın azabını öz közü bilen ko'rgan ve özlerinin hürmetlik yaxshi periştilerden boğan pütkiçilerinin qo'llari bilan xotirlangan yomon qilmishlarini ko'rgan vaqtida o'zining dunyoda tuproq bo'lib yaratilgan, odam bo'lib yaratilmagan va vujudga chiqarilmagan bo'lishini orzu qildi. La havla va la quvvata illa billah. Allah Teala hatta müngüzsiz qo'yga müngüzlik qo'ydan qisas ilib berib, kichikginami nahaqchilik yok, adil hüküm bilen dünyadaki hayvanlar arasında hüküm çıkarıp boğandın keyin onun ulağa sizler tuprağa aylanıp ketinglar deyişi bilen ularning topuğa aylanıp ketkenlikini ko'rgan kafir, "Kashki men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-chu, yani menmu hayvon bo'lgan bo'lsam, menmu ulardek tuproq bo'lib ketgan bo'lardim" degan so'zni qildi. Degan ko'z qarashim bor. Bu qarashning mazmunida kelgan hadis ve Abu Hurayra, Abdullah ibn Amr ve boshqalardan rivoyat qilingan asarlar bordir. Elhamdülillah. Allah Teala'ga şükürler olsun. Şunun bilen Sure Neba'nın tefsiri tügidi. Kelar qitimda Sure Naziat tefsiri 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.